Bu odam o'rmonda qamoqdan qochgan ruhiy kasal odamni uchratdi. Fil ismli bu odam Appalachi tog'larining yaqinida chayla qurib o'sha yerda yolg'iz tunab qolishga qaror qiladi. Chayla qurishga moslashgan maxsus joyga qarab ketayotganida, yo'lida yotgan chiqindilarda qo'shiq matniga o'xshash g'alati yozuvlar borligini ko'rib hayron qoladi va odatdagidek yo'lida davom ettiradi. Biroz o'tib, yo'lda yana shunaqa yozuvlarga duch keldi, lekin endi bu safar ular juda ham ko'p edi. Etni jimirlatadigan tomoni esa bu yozuvlarning oldida mana shu o'rdakning jasadi yotganligi bo'ldi. Yozuvlarning ba'zilari avtobiografiya shaklida yozilgan bo'lsa, qolganlarida esa ayrim davlat tashkilotlarini qoralashgan edi. Bu topilmalarga e'tibor bermay fil manzil tomon keta boshladi va boshpanaga yetib kelgach, u tinchlanib, kechki ovqatini yeb, dam olishni boshladi. Shu payt to'satdan boshpanadagi kundalik daftarga ko'zi tushib qoldi va u yerda nimalar haqida yozilganligini o'qiy boshladi. Lekin eng oxirgi betga kelganida, u yerdagi yozuvlar boya yo'lda topgan yozuvlarga ikki tomchi suvday o'xshashligini ko'rib, hayratdan qotib qoldi. Lekin filni rostakasiga ham qo'rqishiga mana shu navbatdagi satrlar sabab bo'ldi. 2018-yilda men Okaloosa okrugini qamoqxonasida hibsda bo'lganimda, yakka tartibdagi hibsda bo'lganligimda men quyidagilarni aniqladim. Bu ma'lumotlardan qo'rqib o'tirgan filning chaylasi atrofida kimdir izg'ib yurganini sezgan fil, uni kimligini bilish uchun sezdirmay tashqariga qaradi. Filning aytishicha, tashqarida bitta odam fonus bilan uzoqlashib ketayotgan ekan. Bundan juda ham xavotirlangan fil uyiga tezda qaytib ketishga qaror qiladi. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Qamalib chiqqan odam nima maqsadda o'sha yozuvlarni qoldirgan? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha